Mana shunday yaltirab shira tushib ketibdi. Nega mendan so'ramay tushadi u shira? Bo'lingizga so'rab qo'yma o'sha shiraga. Dorini oldin tayyorlab olamiz. Va albatta filtri bo'lishi kerak. Mana bunday. Bugun MVD 165 ga 1 mo'ka apparatimizni dori apparat sifatida ishlatib ko'ramiz. Qani ketdi. Bu MVD 165 modelimiz hozirgi kunda rasmiy Apple showroomlarimizdan 1.480.000 so'mga hoziroq xarid qilishingiz mumkin. 1400 quvvat, maksimal davleniyasi 165 bar, daqiqasiga 6 litr suv rasxod qiladi hamda chelakdan tortib olish xususiyatiga ega. Hurmatli obunachilar, bu mo'ka apparatimizni o'zi aslida dori sepishda ishlatib bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Bu ishim to'g'rimi, yo'qmi buni ham bilmayman. Shunchaki uyimda o'zim eksperiment qilib sinab ko'rishga harakat qildim va ko'rib turganlaringdek o'z ishini juda yaxshi bajardi. Shunchaki dori sepishda mana bunday filtrini qo'yishni unutmaslik kerak va undan keyin oddiy suvda yana bir marta, 1-2 marta ishlatib yuborsa, menimcha mo'ka apparatning ichki qismlari yana odatdagidek tozalanib, yana odatdagidek ishlab ketaveradi.